Jahonning eng tezkor odami yoki jahonning eng tezkor roboti poydada kim g'olib chiqadi? Boshladik. Biz dunyodagi eng ilg'or robotlarni eng elita insonlarga qarshi sinovdan o'tkazmoqdamiz. Xuddi dunyoning eng yaxshi haydovchisi poyga mashinasini fizika qonunlaridan o'tkazib yubora oladigan sun'iy intellekt robotga qarshi chiqqanidek, yoki eng yaxshi inson sportchilari ularni so'zma-so'z almashtira oladigan robotlarga qarshi va yana ko'p narsalar. Bularning barchasi bir savolga javob topish uchun. Insoniyatning kunlari sanoqlimi? Javob sizni ajablantirishi mumkin. Barchasi dunyoning eng kuchli odami va mana bu mexanizm bilan boshlanadi. Bu juda katta. Bu robot har qanday inson orzu qilganidan 50 barobar kuchliroqdir. Insoniyatning taqdiri shu bir kishining irodasiga bog'liq bo'ladi. U mana shu ulkan mexanik robotga qarshi to'qnash keladi. Voy, bu qo'rqinchli. Vazifa oddiy. Siz bu 3 ta mashinani ag'darib, o'sha avtobusni boshqa mashinalar ustidan tortib olishingiz kerak. Bu mexanizm buni bajarishdan oldin. Aks holda insoniyat bu videoni yomon boshlaydi. Men g'alaba qozonishim kerak va biz insonlarga bu juda kerak. 3, 2, boshladik. Voy xudoyim, siz allaqachon mashinani ag'dardingiz, ammo mana mexanizm kelyapti. Mexanizm birinchi mashinani ag'dardi. Tor ikkinchi mashinada. Qani? To'g'ri, voy xudoyim. O, yo'q, robot yetib olmoqda. Ikkinchi mashina ag'darildi. Insoniyat uchun. Birodar, nima qilyapsiz? Mashinani ag'daring. O, u qiynalyapti. U barcha mashinalarni ag'dardi. Endi eng qiyin qism. U avtobusni birinchi tortishda olib keta oladimi? U sirg'anib ketmoqda. Insoniyat uchun. Oh, u uni tebrantirmoqda. Oh, to'r, u yetib olmoqda. Robot o'zining oxirgi mashinasini ag'darish arafasida. Oh, u 3-mashinasini ag'dardi. Hisob teng. Robot o'sha shinalarga yetib borganida o'yin tugaydi. Bu mexanizm uni birinchi urinishda tortib olishi mumkin. Shuning uchun bu yerda insoniyatni tushkunlikka tushirmang, to'r. Biz barchamiz sizga ishonmoqdamiz. Robot bu arqon bilan qiynalmaydi. U shinalarga ilashmoqda. U ilashdi. Robot yutish arafasida. Oh, bu sizning oxirgi tortishingiz bo'lishi mumkin, to'r. Boringizni bering. Qani? Oh, siz uddaladingiz. İnsaniyat uchun, barcha insonlar nomidan mana sizga oltin. Rahmat. Ketdik. İnsanlar 1, robotlar 0. Ya'ni hozircha insonlar eskirib qolmagan. Ammo bizda robotlarning bizdan ustun kelishini aniqlash uchun 6 ta to'qnashuv bor. Shunday qilib, sayyoramizdagi eng tez o'tadigan robot ishtirokidagi keyingi to'qnashuvga o'tamiz. Sen. Bu jirkanch. Men buni tez-tez eshitaman. Neo bu inson harakatlariga taqlid qiladigan gumanoid robotdir. Ammo yaqin kelajakda bu android to'liq o'z-o'zini boshqara oladi. Va bu robot sobiq Giants o'yinchisi Erik Simga qarshi chiqadi. Qani, boshladik. Sizda imkoniyat yo'q, do'stim. Men sizni mag'lub etaman. Ko'rmaguncha ishonmayman. Agar men uning soatiga 150 mil tezlikda to'pata olishini aytsam, ishonarmidingiz? 150? Bu tez. Taqqoslash uchun Erikka inson tomonidan o'tilgan eng tez to'p atigi rekord darajadagi soatiga 105 mil bo'lgan. Shunday qilib 150 ga yetish uchun Neo o'zining shaxsiy to'p otish moslamasini olib keldi. To'pni uchirish uchun Neo bu to'p otish moslamasini boshqaradi yoki robot boshqaradimi deyman, bilmayman. Bu inson sifatida bilgan hamma narsamni o'zgartirib yubormoqda. Erik, agar Neo sizga o'tadigan 10 ta to'pdan birini uyga yuboradigan zarba bilan ursa, unda siz insonlarga 2-0 hisobida ustunlik berasiz. Chunki aks holda professional bo'lish umidingiz bu mashina tomonidan xarob qilinishi mumkin. Voy, xudoyim. Bu siz ko'rgan eng tezkor zarbami? Ancha tez. Bu nima? Xo'sh, yana 9 tasi kelyapti. Omad, sizga Neo. Voy, xudoyim, ketdik. Men uni ura olmayman. Do'stim, u sizni masxara qilayotganga o'xshaydi. Yaxshi, qo'yib yubor. Mana Neo yana bir bayram otashini yubordi. Robotlar g'alaba qozonadi. Nega buncha tez? Yana 7 ta qoldi. Mana kelyapti. Bu o't. Hoy, Neo u yerda bayram qilayotganmidi? Robotlar g'alaba qozonadi. Hoy, u unga nisbatan Fortnite imo ishorasini qildi. Men Neoni yoqtirmayman, undan nafratlanaman. Siz yomon otasiz. Menga nisbatan imo ishora qilishni to'xtating. Birodar, men uning shamolini his qilyapman. U har safar yomonlashmoqda. U deyarli Neoga tegdi. Erik, siz to'p ko'rdingiz. Ammo unutmang, g'alaba qozonish uchun sizga uyga yuboriladigan zarba kerak. Men uddalayman. Neo, siz mag'lub bo'lasiz. Mashina. Bunga urib ko'ring, masxaraboz. Insonlar eskirib qolmagan. Insoniyat uchun qiling. Erik, sizda 4 ta to'p qoldi. Siz buni uddala olasiz deb o'ylaysizmi? Insonlar uchun ishonish kerak. Ishoning. Mana ketdi. Yo'q, chiqib ket.
Ketdik. Ben insanlarni yoqtirmayman. Ketdik. U uddaladi. Soatiga 150 mil tezlik. Bu tezlikda insoniyat tarixidagi birinchi uyga yuboriladigan zarbani urdi. Ne o? İnsanni bu 10.000 dollarlik oltin medal bilan taqdirlay olasizmi? Yo'q. Siz yutmadingiz. Bu mening hayotimdagi eng yomon dam. Birodar, siz so'zma-so'z robotni g'azabdan tark etishga majbur qildingiz. Ammo bu insoniyat uchun yana bir ochko. İnsanlarga 2-0 hisobida ustunlik. Robotlar bu holatga qayta oladimi? Ko'raylik. Chunki biz Adamni olib keldik. U butun dunyodagi eng aql bovar qilmaydigan darajada aniq to'p tepuvchilardan biri. Sayyoramizdagi eng kuchli futbol to'pi tepuvchi robotga qarshi. Men kim uzoqroq tepishini ko'rmoqchi edim. Sizmi yoki robotmi? Ammo teping. Ha. Shuning uchun Uzr o'rtasida bo'lib qo'ydim. Biz bu videoni davomini YouTube'ga joylay olmaymiz va buni videoni davomi bizni yuklash jarayonimizda qolgani ochmay qolgan, ya'ni unblind fayl bo'lib qolgan. Shuning uchun bizni ma'zur tutasiz. Shu joygacha ko'rganingiz uchun obuna, like bosib qo'ying. Video kanalimizda davomi chiqib boshlaydi. Xudo xolasa biz ko'p inglizcha videolarni sifatli ovozda tarjima qilishni boshlaymiz.